Oo. Bugun sizlarga atirlarimizning ichki ko'rinishini ko'rsatamiz. Hozir sizlar bilan birga murskoyni ochamiz. Shunaqa matli ko'rinishda qop-qora rangli korobkasi chiqadi. Endi hozir sizlarga ichini ko'rsataman. Atirimiz ichidan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu narsasi bo'lsa atirimizdan himoya qiluvchi himoya qobig'i bo'ladi. Atirimiz shunaqa chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Murskoy idishi ham, qop-qora ham qora rangda bo'ladi. Nomiga keladigan bo'lsa, orqasida kichkinada yozib qo'yilgan bo'ladi. Endi hozir jenskiysini ochib ko'rsataman. Jenskiysini ham ustida shunaqa plonkasi bo'ladi. Qadolangan bo'ladi. Korobkasi zarar ko'rmasligi uchun. Xo'p, endi hozir jenskiysini ochamiz. Buni ham shunaqa xuddi shunaqa himoya qobig'i bo'ladi. Jenskiyimizning qopog'i zolotistay bo'ladi. Bunimizda ham xuddi shunaqa nomi orqa tarafda yozilgan bo'ladi. Bizda uchinchisi yuni atirimiz bo'ladi. Hozir uni ham ochib ko'rsataman. Hamma atirlarimizni boya aytib o'tganimdek usti plonka bilan himoyalangan bo'ladi. Yuni atirimizni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu atirimiz ham erkaklarga ham ayollarga tushga turadigan universal atir hisoblanadi. Xo'p, endi hozir buni ochamiz. Bunda ham xuddi boshqa hammasiga o'xshab, xuddi shunday himoya qobig'i bo'ladi. Atirimizni shikast etmasligi uchun. Yuni atirimizning korobkasi ko'p bo'lgandek, qopog'i ham xuddi shunaqa ko'k rangda bo'ladi. Yozuvlari ham follarga o'xshab. Bunimizda ham nomi orqasida bo'ladi. Bunaqa ko'rinishda, bunaqa lyuks darajada atirimizni O'zbekistonda bizdagi narxlarda topa olmaysizlar boshqa. Endi yaqindan bitta atirlarimizni obunachilarimizga chiroyli qilib ko'rsatsangiz, o'zingizga ko'rib baho berishadi. Atirlarimizning ko'rinishi ham, korobkasi ham uyaltirmaydigan, o'zingizga ko'rib baho berdinglar. Agar shunaqa atirlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tezroq aloqaga chiqinglar. Atir biznesiga yangicha atirlarni olib kiringlar.